Beki ismli qiz eri Den va do'sti Hunter bilan ekstremal sport turi bilan shug'ullanishni yaxshi ko'radiganlar edi. Yana bir qoyaga ko'tarilish paytida Den xatoga yo'l qo'yadi va halok bo'ladi. Eri vafotidan bir yil o'tgach, Beki tushkunlikka tushib, yaqinlari bilan aloqani to'xtatadi. Tunlari u uchun juda tez o'tadi. Kunduzi esa uy ichida qamalib, butunlay ichkilikka berilib ketadi. Shunday kechalardan birida Beki bardan chiqib ketayotganda otasi bilan uchrashadi. U qiziga cheksiz o'zini o'zi azoplashi, erini qaytarmasligini tushuntirmoqchi bo'ladi. Agar vaziyat aksincha bo'lganida, ya'ni qizning o'rnida hozir Den bo'lganida, u xotini uchun bunchalik azob chekmagan bo'lishi aytadi. Kundan kunga qiz Denning ovozini eshitish uchun uning telefoniga qo'ng'iroq qilib, avtojavobni tinglashni davom ettirardi. Ammo bir muncha vaqt o'tgach, raqam faol bo'lmaydi. U erining ovozini boshqa hech qachon eshitmasligini anglab, Beki eng oddiy yo'ldan borishga qaror qildi. Ya'ni o'zini o'ldirmoqchi bo'ladi. Ammo to'satdan uning yoniga do'sti Hunter keladi. Hunterning aytishicha, Bekining ko'rinishi juda achinarli va endi o'zi uchun hayotga qaytishi kerakligini aytadi. Hunter dugonasiga bir narsani taklif qilmoqchi ekanligini aytadi. Beki buni yoqtirmaydi, lekin Hunter unga darhol rad qilmaslikni tavsiya qiladi. Hozir joylashgan joydan 6 soat narida juda baland tashlandiq B-67 minorasi mavjud. Hunter unga ko'tarilishni taklif qiladi va Beki u bilan birga bo'lishini taklif qiladi. Bu minora Denning kulini yo'q qilish uchun eng zo'r joy bo'lishini aytadi. Beki tabiiyki rad etadi, lekin ertasi kuni u rozi ekanligini aytadi. Bekining do'sti uning to'g'ri qaror qabul qilganidan juda xursand bo'ladi va qizlar birgalikda minorani zabt etish uchun borishadi. Rejalashtirilgan joyga ketayotib qizlar yo'l bo'yidagi mehmonxonada qolishadi. Kechki ovqat paytida Hunter turli xil ekstremal ishlarni qilishni yaxshi ko'radigan vlog yozayotganini aytadi. Beki dugonasiga "Sen shundoq ham aqlli, kelishgan qizsan. Obunachilar yig'ish uchun senga bunaqa ishlar qilish shart emas" deydi. Biroz vaqt o'tgach, mehmonxonada telefonni zaryadlash pullik ekanligini bilib, Hunter kichik layfhak ko'rsatmoqda. Chiroq lampochkasini burab, har qanday qurilmani zaryadlash mumkin ekan. Ertaga ertalab ular manzilga kelishadi. Beki xavotirda, biroq qaltirab turgan qo'llari bilan u Hunterdan keyin zanglagan narvondan ko'tarila boshlaydi. Ular qanchalik baland bo'lsa, metal konstruksiyasi shunchalik ishonchsiz bo'lib boradi. Har bir metr bilan shamol kuchi kuchayadi va zanglagan zinapoyaning tebranishlari tobora kuchayib boradi. Taxminan 300 metr balandlikda Beki zinapoyalardan birini sindirib tashlaydi. Va qizlar qisqa tanaffus qilishga qaror qilishadi. Beki muvaffaqiyatga erisha olmasligidan behuda rozi bo'lganidan xavotirlana boshlaydi. Ammo Hunter o'ziga xos tarzda do'stini tinchlantiradi. Suv ichib, ozgina dam olgandan so'ng qizlar ko'tarilishni davom ettirmoqdalar. Ichki zinapoyaga chiqishni tugatib, 500 metrga yetgandan so'ng, ikkita ekstremal sport ishqibozlari kuzatuv maydonchasining eng yuqori qismiga chiqish uchun yanada nozik tashqi zinapoyaga o'tishadi. Bu zinapoya yanada o'likdek edi go'yo. Metrdan metrga ko'tarilib, qo'rquv Bekini yanada kuchaytiradi va Hunterdan pastga tushishni so'raydi. Biroq do'stining aytishicha, agar u unga tushishga ruxsat bersa, unda qo'rquv uni mag'lub qiladi va u bunga yo'l qo'ymoqchi emas albatta. Aloqa plitalari to'sig'idan o'tib ketgandan so'ng, Hunter allaqachon qo'rqib bo'lgan Beki uchun adrenalinni kuchaytirishga qaror qiladi, ya'ni uni ozgina qo'rqizib qo'yadi. Nihoyat cho'qqiga chiqqandan so'ng, qizlar bir nechta ekstremal selfilarni suratga olishadi. Denni ko'z yoshlari bilan eslashadi va kulini sochishadi. Beki nihoyat qo'rquvni yengib, yashashga tayyor. Shundan so'ng u pastga tushishni taklif qiladi. Beki zinapoyaga tusha boshlagach, zanglagan konstruksiya birin-ketin qulashni boshlaydi.
Lekin xayriyatki, xavfsizlik kamari Hunterga Bekkini ushlab turishga va uni tubsizlikka tushishdan qutqarishga imkon beradi. Keyin Hunter Bekkini minoraning eng yuqori qismiga qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Qizlar sodir bo'lgan voqeadan hayratda, ammo bu vaziyatni hal qila olganlaridan juda xursand edilar. Hunterning aytishicha, ular bunday epik lahzani kameraga tushira olmaganliklari achinarli edi. Xuddi shu soniyada ular faqat shu zinapoyadan pastga tushishlari mumkinligi ularga yetib keladi. Bekki vaziyat juda yomon ekanini anglab, vahimaga tushadi. Ular tashlandiq minorada cho'lning o'rtasida qolib ketishdi axir. Telefonlar aloqasiz, ularda oziq-ovqat yo'q, suv va boshqa kerakli narsalar ryukzak bilan pastga, ya'ni sun'iy yo'ldosh tarelkasiga tushgan edi. Va bundan tashqari Bekki qanday qilib chuqur jarohat olganini sezmagan edi. Hunter ijobiy bo'lishga harakat qiladi va bu zinapoyaning qulashi butun tuman bo'ylab eshitilishi kerakligiga ishontiradi va hozirda kimdir qutqaruv bo'linmasini chaqirmoqda deb o'ylashadi. 5 soatdan keyin qizlar hech kim ularga yordamga kelmasligiga ishona boshlaydilar. Hunterning eslashicha, uning telefoni signalni aniq ushlagan, chunki u Instagramda like bosilganini ko'rgan edi. Biroq u aloqa qaysi balandlikda yo'qolganini aniq bila olmaydi. Aloqa cho'qqiga yaqin joyda yo'qolgan deb umid qilib, Hunter telefonni arqonga bog'lab, signalni ushlashga harakat qiladi. Biroq bu hech qanday natija bermaydi. Bekki aloqa paydo bo'lishi bilan darhol ketishi kerak bo'lgan xabarni tayyorlashni taklif qiladi. Shundan so'ng ular telefonni krossovkaga solib, push-up bilan o'rab, pastga yuborishadi. Lekin ular xabar yuborildimi yoki telefon tushishi bilan parcha-parcha bo'lib ketdimi bilishmas edi. Ammo endi ular faqat kutish va hamma narsa amalga oshganiga umid qilishlari kerak edi. Biroz vaqt o'tgach, Bekki Hunterning oyog'ida tatuirovkani ko'radi. U o'sha paytda it bilan bir odamning durbinini ko'radi. Qizlar bor kuchlari bilan qichqirishni boshlaydilar, ammo 600 metr masofa o'zini ko'rsatadi va ular shunchaki eshitilmaydi. Bekki krossovkalarni yechib tashlashni boshlaydi va bir vaqt erkak itiga e'tibor beradi. Chunki it yuqoridan uchib kelayotgan poyabzalni aniq payqagandek edi go'yo. Biroq erkak bunga ahamiyat bermaydi va o'z yo'lida davom etadi. Bekki qutidan topilgan signal qurolini otishga qaror qiladi, ammo Hunter uni to'xtatadi. U biroz uzoqroqda turgan furgonni ko'radi va u yerda kimdir borligini payqadi. Shuning uchun u signal qurolidan foydalanishni kechki paytga rejalashtiradi. Shunda signal raketasi aniq ko'rinardi. Tunni kutib Bekki eri bilan birga bo'lgan videolarni qayta ko'rib chiqadi va do'stining xotinga hasad bilan qarab turganini ko'radi. Shu payt Hunter furgon yonidagi yigitlar ketmoqchi ekanligini va Bekkidan raketani uchirishini so'raydi. Ikki kishi signalning otilishini, shuningdek telefondagi chiroqning yorug'ligini payqab, qizlar tepada qamalib qolganini anglab, ularga qarab harakatlana boshlaydilar. Biroq Hunter yigitlar ularni qutqarishga umuman shoshilmayotganini ko'radi. Ular shunchaki qizlar kelgan mashinani o'g'irlashga qaror qilishdi. Bekki yana Hunterning oyog'idagi tatuirovkani ko'radi va unga eridan hech qachon men seni sevaman degan gapni eshitmaganini, u har doim 1-4-3 kodini ishlatganini aytadi. 1-4-3. Bu kod do'stining oyog'iga urilgan edi. Keyin Hunter uning eri bilan unga xiyonat qilishganini tan oladi va ularning munosabatlari taxminan 4 oycha davom etganini aytadi. Do'sti Bekkidan kechirim so'raydi va aynan Den ikkalasi o'rtasidagi sodir bo'lgan voqealarga sababchi bo'lganini aytadi. Hunter bir muncha vaqt o'tgach, u bilan munosabatlarini tugatdi va Den vafot etganidan so'ng u hech qachon Bekki uchun ishonchli va tayanchli dugonasi bo'la olmadi va bu stressdan omon qolishiga yordam bera olmadi. Chunki u o'zini aybdor deb his qiladi. Bekkining aytishicha, ular telefonni yerga tashlashganiga 1 kun bo'ldi va bu yerda faqat bitta xulosa bor. Yoki 60 mingta obunachiga Hunterning hayoti mutlaqo qiziq emas, yoki xabar uzatilmagan. Hunterning aytishicha, u sun'iy tarelkaga ilinib qolgan ryukzakni olib chiqishi mumkin. Shunday qilib ular suvga ega bo'lishadi va eng muhimi, ryukzak ichida dron bor. Ular xabar yozishlari va mehmonxonaga yuborishlari mumkin. Bekki bu yomon fikr ekanligini aytadi, biroq uning do'sti ularda tanlov imkoni yo'qligini tushuntiradi. Barcha kuchini bir joyga jamlab, qiz tusha boshlaydi. Natijada Hunterga ryukzakni ushlash uchun tom ma'noda bir necha metr yetmaydi xolos. Qiz yanada pastga tushish uchun arqonni yechishga qaror qiladi va keyin yaxshigina tebranib, u to'g'ridan to'g'ri sun'iy tarelkaning ustiga sakraydi.
Hunter ryukzakni qo'lga kiritdi, ammo endi muammo qanday qilib arqonga chiqish edi. Selfie tayoqchasi yordamida u ryukzakni arqonning halqasiga bog'lab qo'yadi va keyin shunchaki pastga uchib ketish xavfi ostida unga sakraydi. Hunter Beckyga endi jamoaviy ish zarurligini aytadi. Hunter sekin-asta tepaga ko'tariladi, Becky esa bu vaqtda arqonni bor kuchi bilan ushlab tortishi kerak bo'ladi. Shunday qilib deyarli tepaga yetib borgach, Hunter arqondan yiqilib tushadi. Keyin Becky do'sti endi yo'qligini anglab, uzoq vaqt pastga qarashdan qo'rqadi. Ammo xayriyatki, Hunter tirik ekan. U ryukzakni ushlab qolgan, lekin qo'llariga qattiq shikast yetdi. Va endi bu faqat Beckyga bog'liq. U qizni tortib ola oladimi yoki yo'q. Natijada Becky butun kuchini to'plab do'stini tortib oladi va uni o'limdan qutqarib qoladi. Becky bir necha qultum suv ichganidan so'ng, u qog'ozga yordam xabarini yozadi. Uni dronga biriktirib, mehmonxonaga yuboradi. Ammo to'satdan dronning batareyasi deyarli tugab qolganini ko'rishadi va qizlar uni tezda qaytarib olishadi. Kechgacha o'tirib, vaziyatning umidsizligi haqida o'ylab, Becky ogohlantirish chirog'iga e'tibor beradi. U mehmonxonadagi Hunterning layfhakiga suyanib, telefonni qanday zaryad qila olganini eslaydi. Becky bu layfhak ish berishi va dronni quvvatlay olishiga amin edi. Keyin ular qutqaruv jamoasini chaqira olishardi. Buning uchun u atiga yana 9 metr ko'tarilishi kifoya edi. Albatta bu hazil edi. 9 metr hazil ekan, gap emas-da. Tong otishi bilan Becky ko'tarilishni boshlaydi. Ogohlantirish chirog'iga yetib borgach, u quvvatlagichni ulashga harakat qiladi. Biroq vilkalar kontaktlari biroz yetmay qoladi. Becky shunda uning ichiga oltin uzugini qo'yadi va dron quvvat olishni boshlaydi. Bunday holatda Becky iloji boricha ko'p vaqt turishi kerak. Beckyning omon qolish istagi shu qadar kuchli ediki, hatto dahshatli qushlar ham unga to'sqinlik qila olmadi. Topshiriqni bajarib bo'lgach, qiz pastga tushadi va dronni mehmonxonaga yuboradi. Buni qarangki, dron belgilangan manzilga yetishiga atiga 10 yoki 20 metrcha masofa qolganida uni mashina urib rasvosini chiqaradi. Becky omon qolish uchun so'nggi imkoniyat yo'qolganini anglab, baqira boshlaydi, qattiq yig'laydi. Shundan so'ng hattoki bu kechada omon qolish deyarli imkonsiz edi. Qutqaruvni kutish haqida gapirmasa ham bo'lardi. Becky endilikda o'zining telefonidan xabar yubormoqchi. Shuning uchun u dugonasi Hunterdan unga krossovkani berishni so'raydi. Lekin to'satdan do'sti uning oyoq kiyimi bu yerda emasligini aytadi. Becky nima bo'layotganini tushunmaydi. Keyin Hunter u allaqachon o'lganini aytadi. Becky qiz do'stini tortib olayotgan paytda Hunter yiqilib sun'iy yo'ldosh tarelkasiga tushdi. Becky yolg'iz qolganini tan olishdan qo'rqardi. Shuning uchun u Hunterning ahvoli yaxshi ekanligini tasavvur qilib, uni yonida deb his qilgan. Biroq endi u haqiqatga tik qarashi kerak. Ertasi kuni Becky harakatsiz o'tiradi. Shunda vahshiy qush kelib uni yarasidan tishlab ko'radi. To'satdan Becky qushni boshidan ushlab uni o'ldiradi va keyin yeyishni boshlaydi. Ovqatlanib bo'lgach, Becky arqonni Hunter tanasiga tushiradi va keyin otasiga telefon orqali xabar yozadi. Unda u minorada qolib ketganini va shoshilinch yordamga muhtojligini yozadi. Shundan so'ng u telefonni avval krossovkaga, so'ngra Hunterning tanasiga tiqib pastga tushiradi. Kechqurun Beckyning otasi xabar oladi, barcha xizmatlarga xabar beradi va minora tomon uchib boradi. Uning yonida bir guruh qutqaruv mashinalari to'plangan edi. Dastlab Beckyning otasi qizini topa olmaydi va qutqaruvchilarning jasadni o'rashayotganini ko'rib, u kechikkanini tushunadi. Biroq filmning so'nggi daqiqalarida u aslida Becky emas, uning dugonasi o'lganini bilib, qizining oldiga boradi.